Assalomu alaykum, Arashan Baraka Uz kanali a'zolari. Bugun Abduxalil akam qo'ralariga keldik. Hop, Abduxalil akam qo'ylar haqida bir ma'lumot beradi. Abduxalil. Hop, hozir bizda Graf, Zakat, Dubay degan qo'chqorlar turibdi hozir qarshimizda. Bu qo'chqorlarni qo'ylarga qo'yib, qo'zilari olindi, probniy qo'zilari tushdi. Buni keyin ko'rsatamiz. Bu Grafi Promoy bolasi. Nijnechuyskiy dan Azamat Hoji akadan kelgan. Bu qo'chqorimiz Zakat degan qo'chqor. Bu Dilili degan qo'chqorning bolasi. Bu ham Azamat Hojidan kelgan. Buni biz bolalarni keyin yana ko'rsatamiz. Mana bu Zakat degan qo'chqor. Bu o'sha Zakat liniyadagi qo'chqor. Bu ham o'sha Bishkekdan kelgan, Promoy postavka. Hop, bundan ham qo'zilar tushgan. Hop, shu uchalasi qo'yilganda qo'ylarga asosan. Keyin bir Monster degan qo'chqorimiz qo'yilgan, uni oxirida ko'rsatamiz bolalarini. Uni ham undan tushgan bolalar bor. U qo'chqor nimaga ketgan? Xorazmga ketgan. U qo'chqorim sotilib ketgan. Sotilib ketgan. Endi hozir bizda yana bundan tashqari mana Grafi boshqa aka-ukalari bor. Sotuvda o'sha bu ham o'sha Promoy postavka. Bularda chip, plem karta hammasi bor. Qoni o'sha Promoy Grafi bolalari. Hop, bu yoqqa kelsangiz mana yerda ko'rsataman. Hop, mana shu yerdagi siz ko'rib turgan qo'chqorlarning 3 tasi mana bo'y novcha bo'ridan tashqari 3 ta qo'chqor, bular ham shu Graf Promoy bolalari. Bu ham Graf Promoy bolalari, hammasini dokumentlari bor. Uchalasi teng keldi. Mana boshi, ko'zi, quloqlari hammasi bir-biriga o'ta o'xshaydi. Bular shu Graf Promoy bolalari. Bular sotuvda. Ko'rishinglar mumkin mana. Endi narxini kelishiladi. Endi kimga yoqsa, kelsa ko'rsa, o'shanga qarab ish qilinadi. Graf Promoy bolalari. Endi mana yerda ham bor. Grafi keyingi kech tug'ilgan bolalaridan mana ikkalasi. Ha, mana bu Landras degan qo'chqor bolasi. Buni ham chip plem kartasi bor. Kambo degan, Kambo laqabdagi qo'chqor bu. Bu ham sotiladigan qo'chqor. Bu qo'chqorimiz ham boshqacha ekan, mana hurmatli obunachilar. Buni liniyasi o'sha Landras liniya. Landras liniyasi. Hammasini hujjatlari bor. Endi yana bir narsa. Nurmuhammad, bu yoqqa bir nima qilsangiz? Mana shu yerda tug'ilgan qo'zilar mana. Bular o'sha Graf Graf bilan Zakatdan tug'ilgan qo'zilar bayda. Graf bilan Zakatdan tug'ilgan. Aylanib ko'rib olishingiz mumkin. Endi buni hammasini olib chiqib ko'rsatishga imkoniyat bizda bo'lmadi. Hop, ichkarida ham bor buni bolalaridan. Buni erkak qo'zilarini sotamiz, xudo xolasa. Ko'p urg'ochi lekin. Erkagi kam, 12 dan 13 ta erkak qo'zi bor xolos. Mana Grafi bolasi. Bu yerda qizil birkadagilar Graf, sariq birkadagilar Zakat. Zakat va Graf. Sariq birkadagilar hammasi Zakatning bolalari. Qizil birkadagilar mana bu ham Zakatning bolasi. Mana ko'k birka. Bu o'g'ilchanikligi uchun ko'k birka qo'yib qo'yilgan prosta. Yana ko'rishinglar mumkin, hurmatli obunachilar. Qo'zichoqlarimiz ham, ena qo'ylarimiz ham hammasi Arashan zoti. Endi ichkaridagilarni ko'rsatishingiz mumkin. Ichkarida ham Zakatda ham, Grafi ham bolalari bor. Dubay bolalari hammasi ichkaridagi alohida qo'rada yana bor-da. Alohida qo'ralarni ko'ramiz. O'sha qizil birkadagilar Graf, sariq birkadagilar Zakat, pushti birkadagilar Dubay, katta pushti, to'q pushti birkadagilar u Monster bolalar bo'ladi. Mana misol uchun mana bu yerda olib qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda qo'zilar bor. Bular dam olishayotgandagi nimasi? Bular ham o'sha 4 ta qo'chqori bolalaridan. Hozir men qo'zg'ab qo'yaman. Keling. Ko'rishinglar mumkin. Buni urg'ochilari sotilmaydi. Oldindan aytib qo'yay. Qo'chqorlarni mayli sotamiz. Mana sariq birkadagilar mana sariq bular hammasi Zakat. Zakat bular. Keyin mana bu birkada, mana bu taqa birkadagi qo'zilar bor mana. Mana bu bir 15 kunlik bo'lgan qo'zi mana. Bular qaysi liniya? Bu aslida Graf liniya bu ham, lekin o'sha Monster degan qo'chqor bo'lgan. Buni oldingi videoda ko'rishgan nimalar, obunachilar. O'shani bolasi. Monster degan qo'chqorimizni bolasi ekan, ko'rishinglar mumkin. Mana Monster qizlari bular, urg'ochi mana.
Qo'chqori ham bor bir. 3 ta qo'chqori bor. Undan 2 ta sotiladi mana. O'sha birkadagi, o'sha katta pushti birkadagilar. O dergi katta qo'zilar ichida aniq ko'rinadi bu. Bu qo'ramizdagilar qo'zilar shekilli bular. Ha, bu o'tgan yilgi qo'zilar, endi yangi qochishdi bular nimasi bor. Mana yerda ko'radigan bo'lsak, mana shu yerda graf. Bu yerda asosan graf bilan zakatni bolalari bor. Graf Mana zakat, sariq birka mana zakat. Mana bu graf bolasi mana. Graf degamiz. Mana. Mana graflar bor, mana ular graflar, mana ikkalasi graf mana. Graf. Qizil birkadagilar graf, sariq birkadagilar zakat. Mana bu voy. Mana bu monster mana. Bu rangi, ro'yi, boshqasi ham boshqacha turadi mana. Oyog'i baquvvat ekan ham. Ha, bu monster oyoq o'zi o'ta baquvvat bo'lgan. Mana. Quloqlari ham Bu zo'r. shu monster bolasi. Buni o'zi monsterdan yo 2 ta yo 3 ta qo'chqor bor xolos. Qolgan urg'ochlar sotmaymiz. Mana monster qizi mana u. Adashmasam. Bular necha kilodan tug'ilgan Abduxalil aka? Onu monster bolasi 9,5 kilo tug'ilgan. Grafi mana u qizi mana urg'ochi bu 10 kilo tug'ilgan. Oho, zo'r tug'ilgan ekanda. Ha, mana u ham monster mana. Modaqa birkadagilar bu monster qizlari bolalari bo'ladi. Hammasiga har xil birka qo'yilgan. Shu bu adashib turadigan. Adashmaslik uchun hammasiga birga qo'yib chiqqan ekansiz. O'sha adashib. Mana yerda yangi tug'ilganlari bor mana. Mana o'tyapti ana 0224 mi? Aha. Monster bolasi o'sha ham. Urg'ochi ekan. Ana yemayapti. U ham monster. Bularga hammasiga har xil birga qo'yilganda. Shu topib olish uchun. O'zingiz Mana zakat, ana graf. Mana graf. O tikka turgan zakat. Bir ko'rishda ajratib olish uchun shunaqa birkalar bor qilishgan ekan. Abduxalil aka qo'rlar yana. Mana yerda o pushti tumaloq birkadagi bu Dubay. Dubaydan 2 ta qo'zi bor xolos. Bittasi mana sotiladigan. Endi agar kimga yoqsa. Ana o'ni yotgan monster ana quloqdagi birkani ko'rdingizmi? Ko'rsatdim-ku. Ana shu monster bo'ladi. To'rtburchakroq birkalarimiz monster ekanda. Ha, pushti haligi nima qanaqa o'sha? Oranjli. Oranjli, shu oranjli birka. O, pastda ham bittasi qulog'i ko'rinib turibdi. U ham monster nima? Mana ko'rishingiz mumkin. Birkasiga qarab ajratish mumkin. Mana monsterning bolasi sotuvda ekan, bu qo'chqorcha bu. Mana yerda 2 ta qo'zi bor, yangi tug'ilgan. Bular ham bittasi zakat, ana sariq birkadagi. Yotib enasini oldida. Ana. Bu zakat ana sariq birka. Mana u monster mana. Qo'chqor ekan bu. Monsterlarning hammasini oyog'i qalin ekanda, baquvvat ekan. Monster, o kashtak kuchli-da monster o'zi. Qo'zicho'lari. Bular asosan qo'zilardan tug'ilgan mana ular. Haligi nima deydi? Birinchi tug'ish periyarkalarda bular. Hammasi periyarkalar. Quloqlariga qarang, quloqlarini e'tibor bering shu quloqlariga. Juda uzun. Aslida bu qo'chqor ekan. O'sha qo'chqorlar sotiladi. Kim qiziqsa, mana shu qo'zi qo'chqorlarimiz sog'liqlar sotilmas ekan, faqat qo'zi qo'chqorlar, keyin katta qo'chqorlarimiz ham sotuvda ekan. Mana qo'ylarimiz. Qiziqmaydiganlarni ham qiziqtirib yuborasiz shekilli.